Bilasizmi, Amerikaga borsangiz, trak haydasangiz qancha daromad topasiz? O'rta Osiyodan borgan insonlar ko'pincha trakka o'tiradi, ya'ni katta o'sha furaga o'tiradi va shu orqali o'zligini daromadlarini rivojlantirib va o'zlarini oxir-oqibat katta trak kompaniyalarini ochadi. Bu holatlarga ko'p faoliyatimiz davomida guvohiga aylanganmiz. Misol uchun, oddiy trak haydovchisi Amerika Qo'shma Shtatlarida yillik $57,000 pul topishi mumkin. Siz bundan ham yuqori daromadlarni eshitgan bo'lishingiz mumkin. Albatta bu masofani uzoq va yaqinligiga qanaqa mol olib ketayotganligingizga qarab ko'proq pul topishingiz mumkin bo'ladi. Ko'p holatlarda Amerikada trak haydovchilari butun Amerikani bir oyda 2-3 marta aylanib kelishadi. Agar siz ham Amerikaga borib trak haydamoqchi bo'lsangiz, sizdan E kategoriyali prava talab etiladi. Albatta bu imtihonlar Amerika Qo'shma Shtatlarida topshiriladi. Haydovchilik guvohnomasini olganingizdan keyin siz bemalol katta yuklarni tashishingiz mumkin. Yotoq joylariga kelinadigan bo'lsa, trakda bilasizlar, o'sha o'zini yotoq joylari bo'ladi. Xo'p, trak to'g'risida ma'lumot oldik, lekin Amerikada qanday borish mumkin? Biz axir green card yutmaganmiz-ku deydigan insonlar diqqatiga Grant Visa markazi 10 yildan buyon aynan AQSh davlatiga vizaga yordamlashish bo'yicha xizmatini ko'rsatib kelmoqda. Hattoki bizdan o'sha sportsmenlar deysizlarmi yoki davlat tashkilotlari, hattoki oddiy insonlar ham Amerika vizalarini olib, Amerikada borib hozir o'zlarini hayotlarini yo'lga qo'yishgan. Agar kimgaki AQSh vizasi yordam kerak bo'lsa, bemalol ofislarimizga kelib murojaat qilishingiz mumkin va sizga AQSh vizasini olishga yordam berishimiz mumkin. Siz bilan men Bahodir Abdullayev bo'ldim. YouTube kanalimga a'zo bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xudo xohlasa yangi lavhalarimizda bundan-da qiziqroq ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. O'zingizlarni ehtiyot qilasizlar.